8-mart 1927-yilning aynan shu kuni O'rta Osiyoda hujum harakati boshlangan. Hujum harakati natijasida 100 ming xotin-qiz o'zini paranjisini tashlagan. Paranjisini yoqmagan, paranjisidan voz kechmagan ayollar qattiq zulm ostida ushaldi. Shuning oqibatida 1927-1928-yillarda 2,5 ming xotin-qiz o'zini joniga qasd qildi. Hujum harakatida ma'no nima edi? O'sha davrdagi Sovet hukumati ayollari o'zini paranjisini tashlashni undashini asosiy sabablardan biri bu milliy qadriyatlarni, an'analarni yo'q qilish. Ikkinchi ma'no esa o'sha davrda yangi qurilayotgan sanoat korxonalari uchun arzon ishchi kuchini joriy qilish uchun ular ayollarni o'zligidan voz kechtirishdi. Bunday siyosat ruslarda avval ham kuzatilgan, ya'ni ruslar O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin yer egaligini hammasini davlatga o'tkazdi va vaqf yer egaligini tugatdi. Buning oqibatida masjid va madrasalar yopildi. Natijada insonlar sekinlik bilan dindan uzoqlasha boshlagandi. O'rta Osiyoni bosib olishda eng katta tashabbus ko'rsatgan Skobelevning bir fikri bor. Bir millatni yo'q qilmoqchi bo'lsangiz, uni qirish shart emas. Uni dinini, tilini va o'zligini, qadriyatlarini olib qo'ying, u millatdan hech narsa qolmaydi degandi. Ruslar aynan shu Skobelevning aytgan fikrlari orqali o'z siyosatini amalga oshirgandi. Natijani tarix ko'rsatib qo'ydi.